azaplanmay desiniz, ko'nglingizni keng tuting. İnsanlarning turli qo'zg'atqichlarga taqobil turish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilari oddiy ishlar uchun nodonlik qilib qo'ydi. Ba'zilar bo'lsa o'zining o'tkir tafakkuri va egri besiqlik bilan o'zini tutib olishni biladi va turli qiyinchiliklar ustidan g'alaba qildi. Garchi kishilarning ittiklik, egri besiqlik, aldiraqsonlik, savrchanlik, sezgurlik, devanglik degandek xususiyatlarining yuqori tuvan bo'lishi ularning asli xarakterining qanday bo'lishiga zich munosabatli bo'lsa-mu, lekin odamning o'ziga bo'lgan ishonchisini boshqalarga muloyim bo'lish va ularning xatoligini afv qilish bilan muayyan munosabat bor. Pishib yetilgan odam kamolatga yetgan sari ko'ngli ko'ksi keng bo'ladi, apuchan bo'ladi, kishilarning o'zini qabul qiladi, xatoliklarni kechiradi, tantaklik qilib biri uningga azor bersa, u xuddi yo'lda o'ynayotgan sabiy bolalar tosh atganda ularga o'zining mehrli ko'zi bilan qarab qo'yib, yo'liga ravon bo'lgan hukumatga o'xshash yuqoridan tuvanga qarab qo'ydi, xolos. Ochiqning keyni kirgan chaqda ba'zilarni g'azab, saronliq darajasiga olib bordi. Hatto o'zlarini qon to'kmagicha aqlanmaydigan darajada haqoratga uchragandek his qiladi. Ammo u axloqiy fazilatlarning qo'rg'onlari ichida bo'lsa, bunchalik halga yetib qolmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir sahobini ogohlantirib, uningga achchiqlanma degan so'zni 3 qatim takrorlagan. U yana mundaq degan: "Bilinglarki, g'azab odam bolasining qalbida yongan cho'g'dir. G'azablangan kishining ko'zlarining qizirib ketganligini, ko'ran tumunlarining ko'pishib ketganligini ko'rmadinglarmi?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'azabni yengishning chorasini o'rgatgan. Ikki kishi bir-biri bilan jidallashib, vaqirishayotganligini ko'rib, "Men bir so'zni bilaman. Agar u kishi ashu so'zni aytsa, achchiqi besilatdi. U bo'lsa, "Auzu billahi minashaytonirrojim" degan so'zdir degan. Bir kuni Payg'ambar alayhisalom sahobalardan "Sizlar qanday odamni kuchli deysizlar?" deb so'raganda, sahobalar "Hech kim yiqitolmaydigan odamni kuchli deymiz" deydi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhisalom ularga g'azablangan vaqtda o'zini tuta olgan odam haqiqiy kuchli odamdir dedi. Alloh taolo Qur'on Karimda ochiqini besilib olg'uvchilarni va kishilarning savalliklarini apu qilg'uvchilarni maqtagan. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra'i wal-kaziminal ghayzi wal-'afina 'anil nas vallohu yuhibbul muhsinin. Taqvodorlar bayashatchilikdimi, qisinchilikdimi Alloh yo'lida pul mol sarf qildiganlar, ochiqini basalaydigan kishilarni kechira oladigan kishilardir. Alloh yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Hammaga ma'lumki, inson o'zini qancha tutib olgan sari, g'azabni qancha besib olgan sari, eg'iziga qancha ega bo'lgan sari, kishilarning savallikini qancha api qilgan sari, uning kishilar va Allohning nazaridagi hurmati shuncha yuqori bo'ladi. Ba'zi ishlarni unutib ketishmi ne'matdir. Ammo ochiqni, g'azabni va o'chlikni unutib ketish eng katta ne'matdir. Chunki inson bu orqali o'zini va boshqalarni asragan bo'ldi. Shuningdek, ko'ngil ko'ksini keng tutish, odatdagi ishlarga chechilib yurmaslik, mumkin qadar o'zini xo'shal tutishga, achchiqlanishdan yiroq turishga tirishish hikmatli ishdir. Bir ustozning nihoyat achchiq yomon, hamma ishdan va hamma kishidan achchiqlanib, dardlanibla yuradigan bir shogirdi bor ekan. Bir kuni ustoz heliqi shogirdini chaqirib, uni bir siqim tuz elib kelishga buyuribdi. Shogird tuzni elib kelgandan keyin uningga tuzni bir istikan suvga selib, yaxshi aralashtirishga buyuribdi. Shogird aralashtirib bo'lgandan keyin uni ichishga buyuribdi. Shogird ustozning buyrug'ini yera olmaganlikdan o'zini zo'rlab heliqi tuzliq suvni ichibdi. Shogird suvni ichib bo'lgandan keyin ustoz shogirddan suning ta'mini so'rabdi. Shogird "Bekmi achchiq ekan" degan gapni oran deyalabdi. Ondan ustoz uningga "Tayyor bo'lgin, ko'l bo'yiga boramiz. Bir siqib tuz elib olgan" debdi. Ikkisi ko'l bo'yiga berib, ustoz shogirdga qarab, "O'g'lim, qo'lingdagi tuzni ko'lga atqin. Ondan ko'lning suyidan ichgin" debdi. Shogirdi ko'lning suyini ichgandan keyin ustoz so'rabdi. "Ta'mi qanday ekan?" Shogird "Ta'mi tatliq ekan ustoz" debdi. Ondan ustoz shogirdiga yuzlanib, "O'g'lim, sening ko'ngling istakandak emas, balki ko'ldak va daryoda keng bo'lsin. Shu chog'da sen hayotning go'zal ta'mini tetiy olaysan."
Agar istakandek tart tutib olsang, hamisha ochiqni tetiysan. Hayotingizning ta'mini belgilash sizning qo'lingizda. Siz uni ko'l suyidek tatlı qilishga yoki istakandagi tuzliq suvga o'xshash achchiq qilishga, musibatlarni fursatlarga o'zgartirishga albatta qodirsiz. Alloh hammamizni yaxshi ishlarga muyassar qilsin va bizga ilm, hikmat ato qilsin. Amin.